Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, Max Tuningda yana bitta super proyektimiz tayyor holatga keltirildi. Cobalt avtomobilni ko'rib, mehnatimizga bitta baho berasizlar. Biz qilgan ishlarimizdan obzor qilib berishga harakat qilamiz. Cobalt MCM yangilangan Cobalt qora salon Midnight paket. Qilgan ishlarimiz Malibu 2 original rul ustunovka qilib berdik. Equinox avtomobil original tablolari ustunovka bo'ldi. Malibu 2 bar o'rnatildi. Sinirlarimizga AMG dizayndagi sinir chexolli o'rtasi Alcantara bilan ishlov berilgan varianti. Patologlar polni qoraytirilgan, salon qismi tashqaridan deyarli ko'rinmagan holatga keltirilgan. Foizi kam, standartdan o'tadigan 35 talik plyonkadan ham salon ichi ko'rinmagan holatda bo'lib turibdi. Eshik yopishga o'zi qora chiqqan, biz material chasti bo'ladi, kojinni qilib berdik. Detallari matviy, black piano, gilansga qilib berganmiz, podsvetka qilib berdik yonadigan qilib. Polni shum izolyatsiya qilib berdik, estet mahsulotlardan foydalangan holatda. Cho'nchalar karpet bo'lib ketgan. Eshikda 4 ta sloy tarpetka bor, ham yo'g'i 3 ta 4 ta sloyda shum izolyatsiya bo'ladi. Shunga garantiya beriladi. Kapot, krilo, kolesniy arkalarigacha ham bo'ladi shum izolyatsiyamiz. Holisi tayyor. Xo'p. Tashqi qismida qilingan ishlarni ko'rsatgan salonni to'liq obzor qilib beramiz. Krugovoy tonirovka qilingan, oldilar bo'ylari sonsuzdashdi. Xo'p, LED fari o'rnatilgan. DRS oblitsovkalarni o'rnatib qo'yganmiz. Ichida setkalari bilan bo'ladi, tumankalari ham LED, Zimmer tumanka ochkalari qora. Orqada pesochniy faralari 222 dizayndagi qop-qora faralar. Premier yozuv hamda Cobalt yozuvlari ham black piano qilingan holatda turibdi. Endi poliklari bor, kardinaldan Evercore polik originali rossiyskiy pokelari bilan. Xo'p, rulimiz black piano bilan ishlov berilgan original Malibu 2 niki. Bu yerda 5 ta knopkasi tabloni boshqarish uchun ishlaydi. Orqa lepistok bo'ladi ikkita. Malibudagi ovoz balandpast, bu yoqda ashulani o'tkazadi, bezuk qiladi, telefon ko'taradi. Mana bu 4 ta knopka cruise control uchun ishlaydi. Bitta knopka signal, bitta knopka dalni navigat qiladigan, bitta knopkamiz avarinkaga ulab ishlatilgan holatda. Xullas, bu ham to'liq ulangan ishlab turibdi, black piano bilan ishlab berilgan. Malibu 2 ni ruldan tashqari original start stoplarni ustunovka qilib berganmiz. Tormozni bosib turib o'chiramiz, tormoz bilan zavodga qilamiz. Displey bilan bezatkash ishlaydi. Ko'rasizlar, indikatorlar shunaqa akkuratni yonib turadi. Cobaltga shunday razmeri joyiga tushadi. Bundan keyin Malibu 2 ni barini o'rnatib berdik. Black piano bilan ishlov berilgan. Bitta knopkaga bagaj ochish ulab berganmiz. Qaranglar. Tabloda ham ko'rsatadi. Equinox original tablosi va mashinasini ham sedanga o'tkazib bergan. So'z Equinox rasmi chiqib turadi bilsanglar. Mana ikkita knopkada sizdan abagiriflari ishlaydi. Barlarimiz black piano bilan ishlab berilgan. MCM monitori bilasizlar, ko'p funksiyali emas. Shuning uchun biz TS CC3 monitori Full HD orqa kamerasini o'rnatib berdik. O'zida даже orqa kamera ham bo'lmaydi bilasizlar. Ishlab turibdi. YouTube navigator hammasi ishlaydi. Akkauntlarni ham ulab ishlatib berganmiz. Tarpetkani tepa qismlarini koja qilib berdik. 4 ta eshigidagi material chasib bo'ladi. Shu bilan komplekt bo'lib ketdi. Rullar ham kojinli, mana tarpetkan tepa qismlari koja qilingan. To'liq shum izolyatsiyadan chiqdi. Patologlari qora, ko'p funksiyali tablo, monitor, sonsuzdashda tonirovka, laminatsiya, 3 ta kamerali video registrator hamda antiradar inspektor ustunovka qilib berganmiz. Tabloni obzor qilaylik. Xo'p, glavniy ekran shu. Soat, tezlik hamda